Juftingiz temperamentini bilasizmi? Agar u juda tez jahli chiqsa, qarorlarni keskin qabul qilsa, doim o'zini gapini o'tkazishga harakat qilsa, demak sizning juftingiz xolerik. Agar u quvnoq bo'lsa, kayfiyati doim baland yursa, odamlar bilan oson chiqisha olsa, demak juftingiz sangvinik. Salga xafa bo'lib qolsa, ko'p o'ylaydigan bo'lsa va har bitta gapingizni ipidan ignasigacha tekshirishga harakat qilsa, sezgir bo'lsa, demak juftingiz melanxolik. Agar juftingiz biroz sirli, og'ir vazmin, muvozanatli bo'lsa, hech ham shoshilmaydiganlar toifasiga kirsa, demak sizning juftingiz flegmatik. Bunday turmush o'rtoqlar bilan qanday sog'lom munosabatga kirishni keyingi reelslarimda albatta aytib o'taman. Ungacha siz menga obuna bo'ling, like bosing va o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring.